Assalomu alaykum, sizlar bilan men Askol Minecraft'da o'ynayman. Bugun sizlarga eng zo'r, mukammal, turli xil davlatlar bor o'yinni o'rgataman. Bu o'yinda Xorazmshohlar davlati, Mo'g'ullar davlati, Seljuk davlati bor. Birinchi o'yinda biz buni turk tiliga yetkazamiz. Keyin esa bu yerga o'zingizning ismingizni yozib qo'yasiz. Mening ismim O'chiramiz. Bironta rasm qo'yib qo'yamiz. Keyin bu yerga sizlarga buni o'ynashni o'rgatib qo'yaman. Bu tek kurseler moddan butun dunyoga chiqsangiz bo'ladi. Butun shaharlar bor. Samarqand, Buxoro, Turkiyani, Konya, Konstantinopol ham bor hattoki. Yeni o'yin mashina bitta desam ashla ochiladi. Albatta buni nima desam, sizlarga o'rgatib qo'yishim kerak. Uning uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Still and Flash o'yinini sizlarga o'rgataman. O'ynaman. Bunda 9 ta karta bo'ladi. Bittasini shunday turib meni o'yin dezamiz. O'yinni boshlaymiz. Darajalarni to'ldirib chiqishimiz kerak birinchi. Mana uning bolakaygacha chur bolasi 25 million pul bolasi shunda. Player o'yinchi. Men o'zimga Muhammad Aziz. Bu yerga esa davlatimning nomi. Xohlagan nomingizni yozasiz. O'zingizdanmi? Masalan, men Temuriylar imperiyasi deyman. Qaysi davlatdan chiqib kelishingiz? Menga masalan kim bor? Mashhurroq Xorazmshohlar bor. Bunday desam, Xorazmshohlar. Bu yerda kasb bor, baliqchilik bor, indirisli askarboz, ovchi bor, temirchi bor, voksul sifchi bor, yirtiq tuser bor, cho'pon bor, o'tinchi bor, fakir bor. Fakir endi dehqon, kambag'al odam. Menga temirchilik tushoradi. 6 ta gol bor. Karizma deganga 3 ta klass. Yuzga 3 ta klass. Atlikka 1 ta klass. 2 ta bo'ldi. Kalishkanlikka yana 1 ta klass. Liderlik, mana liderlikda o'nni ko'taramiz. O'nni liderlik kezib chiqamiz. Liderlik bu siz askarlaringiz soni 350 tagacha olishingiz mumkin. Mashina buni to'ldirsangiz 1 million askar olasiz. Endi esa bu 54 tani saglikka to'ldiramiz. Atletizm yugurishga yordam beradi. Endi esa kamonchi yay. Buni yoyga yodan bunga tashlaymiz. Eng zo'r o'yin bu Still and Flash. O'zbekiston bo'yicha birinchi bo'lib men buni chiqaraman. 3 yil davomida o'ynab boshlaymiz. To'g'ri nastroyka qilish kerak buni. Menuga kiramiz. Menularni oxirgacha olib, oxirgacha olib. Buni medialga, buni mediaga. Atlar bor. Endi kiramiz. Kontrol. X kattaroq bo'ladi. Haydan kessak. Angliya, Fransiya,
Hop. Mana bunda Isfahon qal'asiga borasiz, askar olishni o'rgatib qo'yaman. Askerlari degan yerga kirasiz. Gonullar. Shuni bitta desangiz askar bo'lmasligi mumkin. Bu yerda eng kambag'al askarlar bor. Buni 5 tangana sotib olsangiz bo'ladi. Buni bitta desangiz bitta. Pul desangiz hammasi. Mayxonaga kirasizlar. Bu yerda eng kam askarlar bor. Eng zo'r askarlar. 1 minut nastroykani ko'rib. Hop. Endi nastroykani ko'rish kerak. Askarlarni bitta siz eng zo'r askarlar. Mumkin esa hammasi bo'ladi. Endi askar olganga yarasha pastga tushamiz. Karsilik, yemak. Bu yerdan oziq-ovqat olamiz. Yem olamiz. Har bir qal'ani o'zining sultoni bor. Agar o'yinlarni davom ettirishni istasangiz, like yozib qo'yinglar, iltimos. Samarqanddan o'tamiz. Mana Samarqand hukmdori Sahib Alaiddin Muhammad II boshqaradi. Urganch bor, mana o'zi Alaiddin. Mana Alaiddin sulton turklar shunday. Hayotini yonsa ashunga qarab ketadi. Mo'g'ullar urush bo'ladi albatta. Siz butun dunyoni bosib olishingiz mumkin. Men o'xshab, men bosib ko'p marta bosib qoldim. Sizlar o'ynab ko'ringlar. Videolarni ko'proq chiqarib turaman. Mana Rossiya. Bu sizning temalaringiz kristallingiz. Bittamiz va bu temalar so'zlar pul. O'yinchi, karakter, bu bilan qiyofani o'zgartirsa bo'ladi. Miqamiz, sopol yo'qamiz. Hop. Sochni normalniy mashina bo'laveradi. Ana zo'r. Endi sizlarga bayroq olishni o'rgataman. Bu yerda eng zo'r bayroqlar bor. Albatta pulingizga qarab ish qilinglar. Menga yoqqanlar esa mana shu bo'ladi. Turkiya bayroq keraksiz. Pastda ko'rgan bo'lsanglar, bo'rilar bor. Mana bo'ri bayroqlar. Lekin mana shu oddiyroq bayroq yoqadi. Amir Temur davlatining bayrog'i. O'zim bir chekkadan bosib sizlarga kino qilib ko'rsatib ketaman. Faqat sizlardan like kutiladi. Mayli, sog' salomatlik tilaymiz.